Iltimos, mutasaddi rahbarlar yordam beringlar. Shofyor akalar, podpiska tashlamayapsizlar-da. Men sizlarga kerakli va foydali videolarni qo'yib berib turibman, podpiska esdan chiqib qolmasin. Yer sathidan o'lchaganda 4 metrgacha bo'lish kerak ekan. Konteynerlarda yurishiga hozir umuman ruxsat bermayapti. Aksariyat O'zbekistonda yuradigan yuk tashuvchi, konteyner tashuvchi mashinalar 420, 430 beryapti. O'shanga bir yordam bermasalaring bo'lmaydi, chunki bu jarimasi ham 8 million qanchadir bo'lyapti. Buni deb shofyorlar ishga chiqmayapti. Ularda talabi esa gayilar talabi 4 metrgacha bo'lsin deyapti. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, Samarqandda, Xorazmda ishlab chiqarilgan pritseplarimiz ham o'lchaganda 420, 430 chiqyapti. Yana bitta tomoni buni dokumentalni qilishni yo'li bor ekan. Har bitta reysiga 1 million 200 ming so'mdan to'lash kerak ekan. Lekin har bitta reysiga 1 million 200 mingdan to'laganda taxminan bir oyda 30 reys qilsa 36 million bo'ladi. Bu mashinani o'zini ham 36 millionga kimdir oladi yoki kimdir olmaydi. Mana O'zbekistonda Samarqandda ishlab chiqarilgan pritsep ko'rishlaring mumkin. 138 chiqyapti. Konteynerni ustiga qo'yadigan bo'lsak 290 bilan 428. Bu ham talabga javob bermayapti-da, lekin bu shofyorlarning aytishiga qaraganda gayilar bularga texpasportiga konteynerovoz deb pechat qo'yib bergan ekanda, значит urib bergan bo'lsa olib yurishga haqqimiz bor. Bitta ikkita ahmoq shofyorlarni deb ko'chada bo'lgan-ku, g'uru chukurmaksiz bo'lmaydi. Tiqilib qolgan, endi shunga hamma javob bermaydi-yu. Bundan buyog'iga shofyorlar aytayapti, ehtiyot bo'lamiz, mahallalarning ichiga kirmaymiz, faqat katta-katta trassalarda yuramiz deb va'da beryapti. Iltimos, mutasaddi rahbarlar yordam beringlar. Aks holda hamma narsani tan narxi sun'iy oshishiga o'zimiz sababchi bo'lib qolamiz-da. Chunki boya aytganimdek, buni ruxsati bor mashinalar O'zbekistonda kam, soni taxminan bir 50 ta chiqadi yo chiqmaydi. Ular xohlagan narxida yuradi-da, keyin mana bundaqa eng kerakli bo'lgan mashinalar yurmaydi. Bu shofyorlar litsenziyaga pul to'layapti, putyovkaga pul to'layapti, nalogchi to'layapti, hamma xarajatni qilyapmiz aka, lekin ko'chaga chiqib yura olmayapmiz. Gay to'xtatib jarima qilyapti, biz nima qilaylik deyapti-da. Shunga iltimos, shu videoni ko'rayotgan hurmatli akalar, yordam bersalaring, hamma shofyorlar sizlarni duo qilardi, ota-onalaring va farzandlaringni qo'shib. Bu pritseplarni balandligini pasaytirishda hech qanaqangi imkoniyati yo'q ekan. Yaqingacha 4,5 metr bo'lgan ekan, hozir shuni yo'q qilib 4 metr qilib qo'yibdi. Bilmaymiz nima sabab. Lekin znaklarni ham ko'rsak, aksariyat ko'chadagi hamma znaklar balandligi 4,5 metr deb yozib qo'ygan. Ko'ramiz-ku ko'zimiz bilan. Aksariyat gruzovoy haydovchilari kreditga mashina olgan, qanaqa to'lashni bilmayapti. Bu qonun 3-yanvardan kuchga kirgan ekan. Hurmatli shofyorlar, agar balon tanlash imkoniyati bo'lganda chavoyang balonidan qo'yinglar, aks holda mana bunaqa bo'lib ko'cha-kuyda qolib ketasizlar.